Hammaga assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun tandirdan eng uzilgan Redmi Note 17 ni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan ketma-ket ikkinchi hafta o'sha premyeralarni ko'ramiz. O'zi bu Redmi oyligi ham bo'ldi. Menimcha keyingi videoyimizda, ya'ni keyingi zapuskimizda Redmi Note 17 Pro haqida bo'lsa kerak. Xo'p, choylarni damlab oling. Choy muncha ko'p choy ichishadi bular. Chinnilarni yoningizga qo'yib oling. Biz hozir telefonni raspakovka qilamiz. Xo'p, telefonga keladigan bo'lsak, telefonimiz bugun chiqdi sotuvga. Abu Sahidagi do'konlarimizga kelib tushdi. Tushunishlik uchun bugungi sana 30-iyulsi bo'lyapti. Xo'p, telefonlarimiz ikki xil rangda mavjud bo'lyapti, qora va ko'k rang. Hozirda sotuvda bor. Undan tashqari bu telefonni olsanglar, Xiaomi tarafidan maktab sezoni bo'lganiga mana bunaqa popga qo'shib berilyapti. Backpack deydi. O'sha maktab sezoniga yaqin bo'lganiga ofitsialniy o'sha Xiaomi popga qo'shib beryapti. Bunga ham hali to'xtalib o'tamiz. Hozir telefonning o'zi bilan qisqacha ko'rishamiz. Qiziq tarafi o'sha aytganimdek o'tgan videoda bu ham 17 bo'lib chiqdi. Note 15 dan keyin Note 17 chiqdi. 16 dan negadir o'tib ketdi Xiaomi. Negaligini men ham tushunmadim. Endi promotorlardan bitta shu haqida fikr olishga harakat qilamiz telefon do'konlarimizda. Lekin 16-model bo'lmagani bilan 6-model sotuvda bo'lgan, ya'ni Redmi 6 Pro, Note 6 Pro, Redmi 6 Pro larni hamma eslaydi. Juda zo'r, juda muvaffaqiyatli konsepsiya bo'lgan. O'sha paytda iPhone X lar chiqqan payt edi. Telefonimiz globalniy versiyada bo'ladi. Globalniy versiya bo'lib chiqqan. Bu o'sha Redmi Note versiyalari oldin qizil edi korobkasi. Bu mana bunaqa Xitoy regionga o'xshab, mana bunaqa Xitoy regionga o'xshab stalniy bo'lib chiqqan. Sal tilim kelmadi. No, men Xitoy regioni desam, yo global ekan, 1 yil ofitsialniy garantiyali. Mana bu nakleykasini faqat bizga kirayotganda yopishtirishadi. Uni ishilib ko'rsa ham ishlanadi. Kamerada qanchalik ko'rindi. Xo'p, telefon o'zi ikkisi. Bismillahirrohmanirrohim. Hali o'zim ko'rmadim. Telefonni shaxsan menga ham juda qiziq. Korpusiga keladigan bo'lsak, 224 gram og'irlikda bo'lyapti. Ekrani 7 dyum, ya'ni kattagina telefon. Hoppa, bismillahirrohmanirrohim. O. Такой прикольный. Обычный Note versiya o'sha oddiy plastik korpus, alyumin emas, lekin bu ko'k rangi, qorasi ham bor. Ko'k deyishadi, yashil-ku bu umuman olganda. Uni chiroyli chiqaribdi lekin. Xo'p, dalish ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Takoy holi bor. Ekran anaqa kirmagan, nima deydi? Tomchilik ekran emas. Xo'p, telefon yongunicha. Telefonimiz 7 dyumli ekran bilan jihozlangan. E'tiborli uchun aytaman, Samsungda 8 dyumli plansheti bor. 7-9 dyumli plansheti bor. Bu pashti planshetda. 7 dyum juda katta. Mana 17 Pro bilan yonma-yon turganda razmerda yondan ko'rsanglar bo'ladi. Juda katta, endi Pro dan katta. Pashti 17 Pro Max de razmerda. Bundan ham katta bo'ladi deb o'yladim. Holati yaxshi. 170 mm, 169 mm ekan bo'yiga. Eniga gridda 8 cm bo'lyapti. 79 1 mm eniga bo'lyapti. Qalinligi 8,5 mm. Telefon unaqa qalin emas, o'zini qo'lda ushaganda. Men o'ylayman, chexol bilan qalin bo'lib ketadi. Xo'p, ekranlarni ko'rsak bo'ladi. Ramkalari o'sha joyda, mana qanchalik ko'rinyapti, kameralarda ko'rsanglar. Gorilla Glass 7i qo'yilgan. Ya'ni tushunganinglardek, ekran yaxshi. Bunda Note'larni o'zi ishlatganlar biladi. Redmi Note versiyasi bu Redmi'ni o'zi ko'proq olib chiqqan versiya hisoblanadi. Note 4X bo'lgan, boshida Redmi Note 4X o'zim onam uyda ishlatganlar o'sha paytda. Keyin Redmi Note 7, Note 8 eng super prodaja bo'lganlar shu ikkita model bo'ladi. Note 8 dan ikkita rasmi chiqadi. Oldlar deydimi, nostalgiya buni ko'pchilik biladi. Haligacha ishlatayotganlar yoki Redmi Note dan ko'rayotganlar bo'lsa, bitta kommentda yozib ketinglar, qanchamiz. Men o'zimga Note versiyalar har doim yoqqan. Chunki narxiga mos, kompaktni ishlatish mumkin bo'lgan zo'r telefonlar bo'lganda bular. Lekin hozirgi kunda men bu har xil pamitlar narxi oshishi, AI tufayli xotiralar kamaygani hisobiga narxlar sal ko'tarilyapti. Atak Redmi Note versiyalar har doim 180 va 220 dollar atrofi bo'lib kelgan. Kommentda yozib qoldiring, qaysi Redmi Note eng chiroyli Redmi Note versiyasi? Meni fikrim bo'yicha bu Note 8. Note 8 eng chiroyli Redmi Note versiyasi. Ayniqsa oq ko'k rangi bo'lardi-ku. O'sha paytda men endi bozorga chiqib telefon sotishni o'rganayotganimda o'sha telefon hit bo'lgandi. Xo'p, endi buni eng zo'r fishkasiga kelsak, o'sha Redmi larning eng zo'r fishkasi batareykasi. Buni batareykasi 707 mAh ga bo'lyapti. 7700 mAh, to'g'risi mana bu korobkasiga ham yozib qo'ygan. Bu korobkasiga yozdi degani bu o'sha telefonning eng kuchli fishkasi degani bo'ladi. O'zi Redmi ku, mana AMOLED ekran yongandan keyin ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yana qo'lida ishlatib ko'rganingizda bilasiz, sochli ekran bo'lib turibdi.
menga yoqdi. Bemalol do'konlarimizga kelib, ochiq bo'ladi, telefonla ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Olmasanglar ham, qiziq bo'lsa ham baribir. Xo'p, telefonning batareykasini bildik, 45 vatli komplektida zaryadga chiqadi deb men o'qidim. Komplektini ko'ramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Telefonni o'zini ochib oldik. Tak. Bu yerda komplektda 45 vatli golovka va sim. Shu bilan chexol chiqadi. Atak og'irgina. Paytida Redmi'ni mana shu 9 Pro, 10 Pro modellarida 67 gacha ham vattga chiqqan. O'zi bundan keyin tushmasa kerak deb o'yladik-ku, qayerda. Tak. 45 ga ham tushib qoldik. Undan oldingi notlarda adashmasam 33 vatt edi. Shunaqa. Yomon emas, telefonda NFC'si bor. Mana bu yoqqa ham global funksiyalarni yozishgan, bular bilan keyingi safar, keyinroq to'yis. Telefonimizning protsessori Snapdragonda, bu xursand qiladi. Ya'ni Snapdragon S6 4G Gen 2, ya'ni ikkinchi avlod. Juda uzun shu Android protsessorlarining nomlari. Redmi 17 nomini o'qiganimni ko'rganlar bo'lsa, menimcha hali ham ko'rishyapti. Albatta hazil. Shu haqida ma'lumot qiziq bo'lsa, mana shu burchida chiqadi. Redmi 17. O'zi ko'pchilik mendan Note bilan 17 ni o'zi nima farqi deb so'rashadi. Solishtirsanglar bo'ladi. Xo'p, protsessori yaxshi, Snapdragon uncha-munchaga qizib ketmaydi. O'yinda baribir bular $200 atrofidagi, $300 atrofidagi telefonlar oldin yaxshi bo'lardi, hozir uncha yaxshi emas. Ya'ni narxlar ko'tarilgan xotiralarning hisobiga. No, в целом bu 120 Hz bilan AMOLED ekrani bilan o'yinlarda ancha udobniy bo'ladi o'ynashga. Ham 1800 nit yorug'likda yonadi maksimalkasi. Xo'p, hozir maksimalkaga qo'yib ko'ramiz. O'zi studiya ham yaxshigina cho'mligini. Maksimalkasi yaxshi yonyapti. Ramkalari odatdagidek, ja qalin emas, ja ingichka ham emas. Keyin bu och rang bo'lganiga ham uncha qalin tuyulmayapti menimcha. Telefonlarni pamyatiga keladigan bo'lsak, o'sha xotira tanqisligida deb ko'p gapiryapman. Telefonimizning eng kam xotirasi 4 ga 128 GB dan boshlanadi va 8256 da to'xtayapti. Note versiyani o'zida. Hali Pro'larda 512 ham bo'lishi mumkin. 1 TB dan balki chiqar. Chunki ancha bo'ldi. 512 da qotib qoldi versiyalar. Xo'p, hozir Redmi'larda yana bitta funksiyasi bor. Ya'ni asosiy xotiradan ichki xotiraga 8 GB tortsanglar bo'ladi. O'zida ham yozib qo'ygan korobkalarda 8+8 16 ga 256 qilsak bo'ladi. Unisidan muammosi yo'q. Kameralarga keladigan bo'lsak, 50 megapiksel kamera bo'lyapti. Xuddi Redmi 17 o'zi bilan bir xil. 50 megapiksel kamera, HD da 30 fps, 60 deyapman. Sal shoshib qoldim, to'g'ri tushunasizlar. Bunda plusi Redmi 17 o'ziga qaraganda bunda HDR bor. HDR nima desanglar, Instagramda video ko'rayotganinglarda bir xil payt yorug' bo'lib ketadi ekrani, like bosadigan joyinglar, komment yozadigan ikonkalar oqamasdan takoy qaymoq rangga o'tib qoladi. Bu versiyani ko'pchilikda ko'rgan bo'lsa kerak. iPhone'larda chiqqan birinchi HDR. Hozir bunda ham HDR bor ekan. Men o'ylayman, skoriy bunga HDR kerak emas. O'zi shunday ham ranglarni juda qattiq bo'yab yuboradi. Selfiesiga keladigan bo'lsak, selfiesi 16 megapiksel bo'lyapti. Redmi 17 bilan farqi unda 8 edi, bunda 16 megapiksel. Selfida ham hozir joyida bitta foto qilib ko'ramiz. Tak, kirdik. Ilova ishlayotganda ruxsat berish. Ko'p so'raydi, bilasizlar, mana nastroyka qilsa bo'lar ekan. Selfie. Film yomon emas, ana u. Chiroyli qilib qo'ygan funksiyasini o'chirib qo'yib. Kim ishlatgan Redmi ishlatganlar biladi. Chiroyli qilib qo'ygan funksiyasi bor. Yuzimni tozalab, shu maktab payti biz ko'p ishlatardik. Juda ana jenskiy qilib qo'yardi, xo'p. Shu fonda chiqdi rasmlar ko'rganinglardek, selfilari ham yomon emas. O'yinda sinashimizni xohlasanglar, hozir shu yerda like bosib obuna bo'lib qo'ying. Likelarimiz soni xudo xohlasa 500 taga yetsa, shu videoni tagida likelar soni. Telefonni bitta gamingda sinab ko'ramiz o'yinda. Men o'zim o'yinga yo'qman, umuman o'ynashni bilmayman. Shogird bor, jiyan, rosa telefon o'ynashni yaxshi ko'radi, o'shanga beramiz. U uni qon tomiriga tushadi, xudo xohlasa. Telefonni narx-navosiga keladigan bo'lsak, shuncha olib keldik, gapirdik, nech pul o'zi chiqdi, oshdi narxi deyotgan bo'lishinglar mumkin. Telefonni chiqqan kuni, premyera kuni, ya'ni 30-iyul sanasiga qaraydigan bo'lsak, 8 ga 256 gigabaytligini narxi 3.450.000 so'm bo'lyapti, $285 da. Eng arzon versiyasining narxi bo'lsa, hozir 2.780.000 so'm, ya'ni $230 u yoq bu yoq bo'lyapti. Bu 30-iyul 2026-yil holatiga ko'ra. Tezkor obzor uchun bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosishga arziydi deb o'ylayman, chunki komandani yig'ib, hozir ofisni tozalab, ssenariylarni yozib sizlar uchun video olyapmiz. Qo'llab-quvvatlasanglar xursand bo'lamiz albatta, chunki bizni xalq yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Men o'zim YouTube'ga kirishimdan oldin bunchalik zo'r sizlar deb o'ylamadim. To'g'ri, chunki kontent kam bizda. Hop, siz qayerdan bilasiz narxlarini?
bizni qayerdan bilsak bo'ladi narxlarini deyotgan bo'lsanglar, men kunini ham bekorga aytmayman, chunki bizda Telegram kanalimiz bor. Shu videoning tagida opisiyaniyada bo'ladi. U yoqda har kuni yangi narxlar tashab boriladi. Haftada bitta kamida Redmi ning narxi yangilanadi. O'shani hisobida bemalol ko'rib yursanglar bo'ladi. Bu telefon hozir $285, lekin olishni hozir shoshib olishni maslahat bermayman. Nega desanglar, telefon yangi chiqqanda narx baland bo'ladi va bu tez tushadi. Boshida 2 oy yaxshigina tashlaveradi. Bu telefon baribir $230 atrofiga borib qolishi mumkin. No degan joyi bor. Bu mana shu Redmi Note 15 gacha chiqqan bo'lsa, hammasida shunaqa bo'lib kelgan. Note 17 da unaqa bo'lmasligi mumkin. Nega deganda, o'zi telefonlarni shunaqa sulh yuribdi, o'zini narxiga yoki zararga sotyapti hozircha. Chunki sraz baland olib kirsa, bozor qabul qila olmaydi degan fikr bor odamlarda-da. O'shanga men o'ylayman, keyinroq olganinglar yaxshi, xotirjamroq, arzonroq bo'ladi. Agar unaqa bo'lmasa, meni ham sotib yurmanglar. Ogohlantirdim. Fikr o'zingizlarda, lekin aslında bizda o'zbek xalqimiz sovg'a, bayram, eventlarni kutib, shunga qarab, shunga yarasha telefon olishga harakat qiladi. Shunga men o'ylayman, bu gapim uncha katta rol o'ynamasligi mumkin sovg'aga olmoqchi bo'lganlarga. Telegram kanalimizga ham obuna bo'linglar. Redmi 17 haqida obzor bo'lganda biz va'da berganmiz. 1000 ta obunachi bo'lish bilan sirasi obunachilarning orasida telefonni o'ynaymiz, ya'ni telefon yutib olish imkoniyatingiz bor. Telegram kanaliga obuna bo'lsangiz, undan tashqari bizda kunlik yaxshi takliflar berib o'tiladi. Offerlar, aksessuarlar bo'yicha, telefon narxlari bo'yicha, misol uchun Samsungga golovkalarini tekinga qo'shib beramiz. Alohida ham 150 ming turadi. Bizdan telefon olganlarga-da. YouTube'ga ham obuna bo'linglar. Xo'p, bu telefonni haqida yana bitta oxiridagi maslahatim telefon olishda, bu 1 yil ofitsialniy garantiyaligi, shunaqa bunda qozoq tilida hozir yozilgan, orqasida o'zbek tilida o'zi bo'lardi. Menimcha shu SNGda birinchi Qozog'iston kirgan bo'lsa, keyin bizga ham berdi. Telefon olishda ehtiyot bo'linglar. Abu Sahida bizda o'z do'konimiz bor va yonimizda ko'p reys qilganlar bor, eskini yangi qilganlar. Bu albatta katta rol o'ynaydi. Bizga nega sizlarda qimmatroq deyishadi-da. Biz aytamiz, biz aytgan narxdan 100 ta tez 100 ta topib bera olamiz. Chunki ofitsialniy kirgan va kolичество bor. Kreditdan olib qolingan, eski yangi qilingan telefonlar emas, rangi, xotirasi bo'yicha inshaalloh muammo bo'lmaydi. Shunga kelinglar, solishtirib ham ko'ringlar. Biz Telegram kanalida narxlarimiz ham bor, bemalol. Hamma telefonimizga bizda 1 yil garantiya bo'ladi, ya'ni 1 yil kafolat beramiz Androidlarimizga. Undan tashqari istalgan Androidga bizda gadjetlar, qo'shimcha aksessuarlar ham do'konlarimizda bor. Xo'p, telefonning pluslariga keladigan bo'lsak, menga в целом yoqdi, lekin baribir Note 17 kutganimdagi bo'lmadi. To'rtburchakli Note'ga xosligi bor, lekin Note 15 ni olganlar biladi. Note 14 Pro bilan uni ekrani bir xil chiqqan, u Edge chiqqandi, yonimda qayilib chiqqan ekran. Ikkalasini yonma-yon qo'yib, qaysi biri oxirgi model desa, agar Note 15 bilan Note 17 ni sizlar 15 tanlardinglar. Chunki mana ham orqasidagi Redmi 13C, 12C larni eslatib menga. Mana shunaqa bo'lib chiqqan. Ikkita kamera-ku, atak bitta kameraga o'xshaydi bu yoqda. Taktik pastda spishkasi bor. Yomon emas. Pluslari 7700 mAh batareykasi kattaligi, ikkinchi plusi NFC si borligi, uchinchi plusi narxi zo'rligi. Men Redmi'da konkurensiya qila olmaydi deb o'ylayman. Bu o'zi Samsung Galaxy A26 ni konkurent hisoblanadi. O'zi 27 уже chiqib bo'ldi. U haqida ham yaqinda video qilamiz. U summada bu baribir xarakteristika bo'yicha o'tib ketadi. Xarakteristika bo'yicha o'tib ketadi. Operatsionniy sistemasi bu boshqa narsa. Ya'ni siz necha pulga telefon olsangiz ham operatsionniy sistemani sota olmaysiz. Chunki Samsung ishlatadiganlar qarg'amaylar. Men umuman neytral fikrimni aytaman. Biz narx yaxshi, bu xarakteristikaga narx yaxshi deb o'ylayman. Endi bizda bu yerda papka bor. Papkani ham bitta o'zimiz uchun ko'rib chiqamiz. Oldinmi zo'r sovg'alar berardi, takoy bu juda qop-qora bo'libdi. Yoki bilganman, Note versiyani yoshi kattaroq odamlar ishlatishini. Men endi bilmadim. Qop-qora, hech qayerda mi degan yozuvi yo'q. В целом maytab bop olishga arziydi deb o'ylayman. Buni ham bunaqa yaxshi kачествoli popkani olsanglar ham hozir bozorda 300 ming dollar kamida. Xo'p, shu bilan videomiz nihoyasiga yetdi. Telefon haqida yetarlicha ma'lumot, keraklicha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Ba'zi hamma ma'lumotlar bor, ya'ni ertaga tushib olib olmasligingizni hal qila olasiz bu videodan deb o'ylayman. Agar hal qilgan bo'lsangiz xursand bo'laman. Bizdan kelib olsangiz undan ham xursand bo'laman. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani qizartirib qo'ysangiz har hafta chiqadigan videolarimizni ko'rib borasiz va keyingi videolarda nima telefon ko'rgis kelyapti, shu bo'yicha ham komment yozib ketsanglar, bizga ishlashga udobliroq bo'lardi. Bizda faqat Androidlar emas, bizda Apple mahsulotlari ham bor. Undan tashqari BU, ya'ni ikkilamchi Apple mahsulotlari ham bor. Trading xizmatlarimiz ham bor. Keng ko'lamda biz xizmat ko'rsatamiz do'konlarimizda. O'shanga iPhone'larmi, Redmi'mi, Samsungmi, qanaqadir O'zbekistonda bo'lmagan obzor yoki bo'lmagan topolmagan telefonlarni yozinglar. Zakazga ham olib keltirib bera olamiz. Hammalarni do'konlarimizda kutamiz. Telegramga, YouTube'ga, Instagramga obuna bo'ling. Rahmat.